qanaqa qilib o'qituvchilikka kirib qolgan? Hop, Misrda o'qib yurgan paytimizda bir kuni o'qishda endi dangasalik qilish boshladik. Tabiiy holat bo'ladi hammaning hayotida. O'sha holatda ustoz yonlariga chaqirdilar-da, bunday qarab, necha yil o'qimoqchisiz Misrda dedilar. Va niyat, xudo xolasa 10 yil, 15 yil o'qib, shu azhar butunlay tugatib ketamiz desam, shu narsa 1 yil bo'lib qolsa nima qilasizlar? 1 yil bo'lib qolsa, bilmadim endi borib yana shu eski hammom, eski tos bozorga chiqamiz, mashina bozoriga desam, shu hayot davom etadi desam, bunday qaradilar. Qani unda maqsadlaringiz dedilar. Buncha o'qiyman, bunaqa qilaman, maqsadingiz qani dedilar. Shu holatda unda nima qilaysiz desam, hatto mana shu arab harflarini to'g'ri chiqarishi va to'g'ri o'qishni mukammal o'rganib keting. Ertaga O'zbekistonga borsangiz ham shu arab harflaridan dars berib, shu to'g'ri chiqarishni o'rgatib, bemalol ilmingizni shu onlaynmi yoki ustozlar bilanmi yoki ko'kaldoshga kirarsiz, mana shu narsa bilan davom ettirsangiz bo'ladilar. Baribir oilalisiz, o'shaning uchun shu maslahat sizga beryapman deganlari esimda qolib ketgan. Va shuning orqasidan O'zbekistonga qaytganimizdan keyin примерно bir yildan keyin dars berish boshladim. Ungacha dars bermadim. Ungacha o'sha anaqada yurdi. Tayyorgarlik jarayonlari, yana nima qilish, o'qish bilan nima qilib vaqtimiz o'tib ketib qoldi. Ustozning mana shu gaplari esimda qolib ketgan.